Vlogim davomida universitetim, darslar va kun haqida ko'rsatib o'tmoqchiman. Eng birinchi sizlarga raspисанием ko'rsataman. Darslarimizni har xil vaqtga qo'yib tashlashibdi. Dushanba, seshanba kechki, ya'ni obeddan keyin darslar, qolgan kunlar ertalabki bo'libdi. Orasida 2 soat, 1 soat pauza qo'yishgan. Rejalarimni ko'rishingiz mumkin. Birinchi universitetga borish. Men bunaqa yozdim chunki sababi o'qishim boshqa filialiga ko'chirilgan. Shuning uchun qanday borishga yaxshi bilmayman. Kursdoshim bilan metro ichida ko'rishadigan bo'ldik. Metrogacha mahalla ichidan kirib ketyapman. Milliy bog'ga ham yetib keldim. Hozir Milliy bog'dan Olmazorgacha borishim kerak. Olmazorga borib tursam, o'sha yerda ko'rishamiz deb kelishib oldik. Endi pastga tushishim bilan metro keldi, o'tib ketib qoldi. 3 daqiqadan so'ng boshqasi yetib keldi. Kursdoshim bilan belgilangan joyda ko'rishib oldik va universitetimiz tomon yo'l oldik. Shu orada eski filialimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu videoyimni eski vlogimdan oldim. O zaman Janubiy vokzalda, ya'ni shu tomonda filialda o'qirdim. Bu yerda yo'l uzoq bo'lsa ham, lekin universitetimiz rosa ham yoqardi. Ayniqsa katta-katta kutubxonalari, bu podval, ya'ni pastki kutubxona. Kitoblar ekan bo'lishi mumkin, lekin tinch joy. Keyingi kutubxona tepada joylashgan, yorug', kitoblari ham ko'p, odamlar ham ko'p, lekin atmosferasi juda ham zo'r. So I just wanna be me. 내게 모여 see. The seraphim 날 이끌어 to victory. I'm a smarter baby, smarter baby, smarter. 하나 보면 10가지 간파해서 돌파지. Wanna be a winner. Get back there, 끝까지 넌 나비가 될 애쓰니. I'm a smarter baby. 시계는 TikTok 필요해도 shortcut 찾아내고 난 주부지. 누구는 말이 대성랑 난 말이 noise 난 love 내 땀은 난 lion. Don't slow down 이 삶은 super fast. Basking 내 머릿속에 가슴 난 준비를 끝내. Dinner at the winner that is what I wanna be. Smarter baby smarter. 하나 보면 10가지 간파해서 돌파지. Wanna be a winner. 계획대로 끝까지 난 나비가 돼 애쓰니. I'm smarter baby. Bu esa hozir o'qimoqchi bo'lgan filialim. Bu yerda avval birinchi kursda, ya'ni birinchi semestr imtihonlarida paytida kelganman. 6 kun 6 xil fandan imtihon topshirganman va hammasidan muvaffaqiyatli o'tganman. Bu joyi ko'rganimda imtihon davrlari esimga tushadi. Lekin ichini hech ham aylanib ko'rmagan. Faqat shu imtihon bo'ladigan xonamga kirganman. U ham 8 yoki 6 qavatda bo'lib o'tgan. Endi bu universitetimiz birgalikda ichlarini ko'rib chiqamiz. Bu blok EMA blok. Asosan darslarimiz EMA blokda bo'lar ekan. Darsimiz 1da boshlanganligi sababli biz 2 soat oldin kelganmiz. Chunki universitetimizni aylanamiz, xonalarni ko'ramiz, deb qaysi kunda ma'ruza bo'ladi, qaysi kunda dars bo'ladi, shularni bilish uchun vohlikdan keldik. Bu shunchaki o'zimiz uchun bilib olamiz. Ma'ruza xonasi katta bo'lganligi uchun, masalan, chorshanba kuni ma'ruza bo'ladi, payshanba kuni dars bo'lar ekan yoki payshanba kuni oxirgi dars ma'ruza bo'lar ekan deb o'zimiz uchun bilib chiqardik. Bu biz uchun juda ham qiziq. Bu yerga kirishimiz bilan stoloyga kirmoqchi edik, lekin hozir boshqa tomondan kirganimizga yopiq ekan, va boshqa tomondan kirdik, ochiq. Hozir dars bo'layotganligi uchun bizga kirishimiz bilan odam yo'q. Stoloylari juda ham yaxshi, kattagina ekan. Narsalarni oldiga bordik va nima yeyishni ko'p o'yladik, uzoq o'yladik desa ham bo'ladi. Men ovqat yeyolmaganligim uchun bo'lchik oldim. Sherigim esa ovqat oldi. Lekin afsuski menga bo'lchkasi ham, ovqatlari ham uncha yoqmadi. Boshqa filialida o'qiganimda bo'lchkalari ham yaxshi, ovqatlari ham yaxshi edi, lekin bu filialda emas ekan. Bo'lchkalarini bu yerdan olsanglar, to'g'rida suv sotadigan joy bor ekan. U yoqqa bo'lchkalarimizni olib, keyin suv olishga borib, keyin oxiri o'tirdik.
Stoloydan chiqqanimizdan so'ng xonalarni aylanishni boshladik. If you dance, I'll dance. I'll put my red dress on again. And if you fight, I'll fight. It doesn't matter now, it's all gone. I've got my mind on you. 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 Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Shu joyda aytishim kerakki, 5 ta dars, ya'ni dushanba kuni 5 ta dars bo'ladigan bo'lsa, hammasi bitta xonada edi. Ya'ni fanlar tagida yozilgan 406 deb yozilganligida bizda birinchi parani M, ya'ni M yonida A tushib qolgan. Ya'ni hammasi bitta xonada deb o'ylab, MA blokda 406-xonaga borib o'tirdik, lekin adashibmiz. Eng qizig'i, ustozi resepsiyonasida MA deb yozilgan ekan. Ustoz bilan keyin birgalikda M blokka bordik. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi universitetda. Darsga o'z vaqtida kirdik va odamlar darslarni o'tib berdilar. Just to hurt me, make me cry, smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, God. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. Ooh, bet you're thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. Ooh, you got me thinking she's so cool. But I know what I know, and you're just another dude. Ooh, that's so true. Made it out alive, but I think I lost it. Said that I was fine, I said it from my coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, bet you're thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. You got me thinking she's so cool. But I know what I know, and you're just another dude. Ooh, that's so true. Darsimiz tugadi va darsdan chiqib ovqatlanishga kirdik. Chunki rosayam qornimiz ochdi. O'sha joydan somsa oldik va metroga tushib uyga qaytishni boshladim. Bu ashula qanaqa ashula desanglar, bu rosayam yoqadi. Kinodan eshitganman va o'zingizgacha aytib olganman. Bu kinoni ko'pchiliginglar ko'rgansizlar. Bu kino nomi Qora qoplon. Boqiy Vakanda bu kinoni ikkinchi qismidan olingan. Yo lo daré para mostrarte el cielo entero. En las nubes contigo me recostaré y nos colaré.
Bugun seshanba kuni. Bu vlogimda sizlarga 2 kunimni ko'rsataman. Ya'ni dushanba kuni, seshanba kuni darslarimni. Metrogacha mashinada kelib oldim. Mashinadan tushib metroga bordim. Seshanba kuni dars 2 da boshlanadi va 5 ta fandek hammasi ma'ruza bo'ladi. Bitta xonada hamma ustozlik ma'lumotlarini eshitib chiqishimiz kerak. Darsimizga hali vaqt ekan, shuning uchun ko'chadan ovqatlandik. Bugungi darsimiz ham EMA blokda ekan. M blokdan EMA blokka o'tish yo'lagi bor ekan. Yo'lning yonida do'koncha bor ekan. O'sha yerda aylandik. U yerda universitetimiz logotipi chizilgan kiyimlar, termizlar, har xil ruchkalar bor ekan va yeyish uchun sneklar. Qanaqadir zo'r ekan. U yerni aylanib bo'lganimizdan keyin yo'lga chiqdik. Yo'lni borayotganimizda samolyotga ketadigan yo'liga o'xshatib ketdim. EMA blokka ham kirib oldik. Hali darsimizga ancha bor ekan. Shuning uchun pastda o'tirib turishga, ya'ni o'tirishga pastga tushdik, chunki pastda konditsioner bor, muzli. Tepalar juda ham issiq ekan. M blok bu qanaqadir shifoxonaga, hospitalga ulangan, pasti davolovchi joy. Qo'lini oxirida tennis ovozi chiqdi, rosa qiziqib pastga tushmoqchi edim, keyin pastga tushmay qoldim. 5 soat o'tiradigan ma'ruzaxonamiz. Shu yerda kun bo'yi o'tirdik. Domlalar ma'ruzaligisini o'tishdi. Nihoyat vlogimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi vloglarimda ko'rishguncha xayr. Video yoqmasa like, komment yozib qo'yinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar.